Xalqqa ham sal quloq solish kerakmi? Prezidentimiz nima deyapti? Prezidentimiz huquqni talab qil deyapti-yu. Talab qilmayapmiz biz O'zbekiston. Zo'r odamlar to'rttadan joy oldi. Biz joy olganimiz yo'q. Mana shu yerda o'tiribmiz mayda. Araba sudrab o'zim ko'rdim. Araba sudrab, manaqa chiqamiz. Yashashimiz kerak-ku. O'zimiz Yig'ladik, qon yig'ladik. Xalqni shunaqa yig'latyapti. Bozor ko'p qilyapti, hokim qilyapti. Xalq ham bilish kerakmi? Ya xalq bosh ko'tarish kerak. Bosh ko'tarishga majbur qilasizlarmi? Katta xo'jayinlar kimda orqasidan? Xalq orqasidan. Xo'jayin bo'lib yuribdi. Xalq yo'q bo'lsa, xo'jayin qayerdan bo'ladi? Xalqni ezayapti mana shunaqasiga. Yashasang yasha, yashamasang yo'q. Lekin bu yoqda to'lovlarimiz-chi bizda. Gazga to'laysan, svetga to'laysan, yasha. Yasha to'lamasang kun yo'q, svet yo'q, gaz yo'q. Xalq yashash kerakmi? Xalqqa ham quloq solish kerakmi?